Ikki afsona. O'tkir Hoshimov. Gazetachining ishi bir tomondan uloqchi otga, ikkinchi tomondan omoch tortadigan otga o'xshaydi. Uloqchi otdek manzilga yuguradi-yu, yer haydaydigan otdek har kuni omoch tortadi. Navbatchi edim. Xonada yolg'iz ishlab o'tirsam, farrosh kampir Vera xola kirdi. Shu stol siznikimi? Ha, Chekasizmi? chekaman. Nega kulni polga tashlaysiz? Kuldoningiz bo'lmasa ayting, uydan olib kelib beray. Mulzam bo'ldim. Yo'q, yo'lkaning devorida farrosh mehnatini hurmat qiling degan yozuv ilib qo'yilgani uchungina emas. Gap shundaki, farroshning ishi qanaqa bo'lishini yaxshi bilaman. O'zimning boshimdan o'tgan. Oyim farrosh edi. Shunday hovlimizning yonida bolalar oromgohi bo'lardi. Oyim kun chiqmasdan turib yo'lkalarni supurardi. Biz aka-ukalar suv sepamiz. Aslida suv sepish unchalik qiyin emas. Yo'lka chetidagi ariqchaga tushib olasiz-u, tog'oracha bilan sepib tashlayverasiz. Keyin oyim bandiga uzun tayoq bog'langan burgan supurgi bilan supurib ketaveradi. Ertalab suv muzdek bo'lgani uchun oyog'ingiz sovqatib, kesilib ketadi. Ammo gap bunda ham emas. Hammasidan yomoni tong otmasdan turish. O'zi yarim kechagacha ko'cha sanqib rosa holdan toyamiz. Endi shirin uxlab yotganda oyim sekin turtadi. Bo'la qol o'g'lim, hali zamon kun yoyilib ketadi. O'zing tengi bolalar oromgohlarda mazza qilib uxlab yotganda sen suv sepib yo'lga supurishing nima desam ekan? Sal alam qiladi kishiga. Shundanmi, vaqti bilan shaytonlik qilaman. Goh boshim og'rib qoladi, goh oyog'im. Oyim negadir ko'proq meni avaylaydi. O'rnimga o'zim bilan bir ko'rpada tepishib yotadigan Abduvohid degan o'rtog'immi, akammi turib ketadi. Ba'zan dadamning jahli chiqadi. Nima, buning boshida shoxi bormi? Ishlasin-da, deydi. Katta akam institutga kirganda 5-mi, 6-mi sinfda o'qirdi. Akam talaba bo'lgandan keyin oyimning kasbi unga yoqmay qoldi. Oxiri ochig'ini aytdi. Oyi, qo'ying endi shu ishingizni. Oyim o'yga toldi. Nima, or qilyapsanmi? Men o'g'rilik qilayotganim yo'q-ku, bolam. Mehnatning aybi bormi? Dadamdan ham, akalarimdan ham sado chiqmadi. Nimagaligini bilmayman-u, o'sha kuni negadir qaytadan go'dak bolaga aylanib qolgandek bo'ldim. Kichkintoylik paytimda onam bir yonimga ukamning beshigini qo'yib, bir yonida meni olib yotardi. Qish kechalari sandalga tiqilib yotarkanman, yalinaman. Oyi, ertaga aytib bering. Uxla bolam, charchaganman. Ayta qoling. Xo'p, ko'zingni yumib yotganda eshit. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda. Yana obkashmi? Yo'q, oftob. Uni ham aytgansiz-ku. Boshqasini bilmayman-da. Mayli, ayta qoling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda oftob bo'lgan ekan. Shu o'zimizning oftobmi? Ha, o'zimizning oftob. Shunday qilib oftob bor ekan, lekin yer yuziga sira chiqqisi kelmas ekan. Har kuni ertalab Xudoga nola qilar ekan. Yer yuzida iflos narsalar ko'p, hech ko'rgim kelmaydi der ekan. Xudo uni ovutar ekan. Sen chiqavergin, yer yuzini iflos narsalardan tozalaydigan odamlar bor der ekan. Shuning uchun kim yer yuzini tozalasa, o'sha eng yaxshi odam bo'lar ekan. Siz yaxshisiz-a? Doim ko'chalarni supurasiz-ku? Quloq sol o'g'lim. Oftob har kuni yana Xudoga nola qilar ekan. Yer yuzida yomon odamlar bor. Ularni ham ko'rgim kelmaydi der ekan. Xudo uni ovutar ekan. Sen chiqavergin, qancha ko'p nur sochsang, yer yuzida yomon odamlar shuncha kamayadi der ekan. Oyi, akam yomon-a? Nega jinnivoy? Hali yasagan qorbobomni tepib buzib tashladi-ku. Yo'q, akang yaxshi. Yomonlar boshqacha bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Katta bo'lganingda tushunasan. Bo'ldi, endi uxla. 7-lampaning piligi pasaytirib qo'yilgan. Uy ichini tanchadan chiqqan ko'mir hidi, lampamoy isi tutgan. Nim qorong'i. Sira uyqum kelmaydi. Oyi, obkashni ham ayting. Bo'ldi, uxla. Ayta qoling. Mayli, eshit. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir yigit bo'lgan ekan. O'zi yaxshi yigit ekan-u, bir kuni onasini xafa qilib qo'yibdi. Nima qildi? Ish qilib xafa qilib qo'yibdi-da. Ertalab ko'chaga chiqsa, qo'shni kampir ikki bukilib obkashda suv olib ketayotganmish. Yigit yugurib borib kampirning qo'lidan obkashni olmoqchi bo'pti. Kampir bo'lsa, rahmat o'rniga yigitning yelkasiga obkash bilan rosa uribdi. Og'ribdimi? Oyim jim qoladi. Nima og'riydi?
O'sha yigitning yelkasida. Og'ribdi. Sen debdi kampir yigitga. Birovning ko'nglini ovlashdan oldin o'z onangning ko'nglini og'ritmaslikni o'rgan. O'sha bola keyin onasini xafa qilmabdimi? Yo'q, hech ham xafa qilmabdi. Ko'rdingmi? Odam eng avvalo o'zining yaqinlarini yaxshi ko'rishi kerak. Dunyoda yaxshi odamlar ko'p, juda ham ko'p. Ammo sen adangni, opangni, akalaringni yaxshi ko'rmasang, Sizni ham. meni ham yaxshi ko'rmasang, dunyoda hech kimni yaxshi ko'ra olmaydigan bo'lib qolasan. Uyimizni ham. deyman mahmadonalik qilib. Oyimning jahli chiqmaydi. Uyimizni ham, o'z uyimizni yaxshi ko'rmasang, 100 qavatli uylarni ham yaxshi ko'ra olmaysan. Endi chakka o'tmaydimi, oyi? Tomdanmi? Adang tuzatib tushdilar-ku, endi o'tmaydi. Sukunat cho'kadi. Xayol suraman. 100 qavatli uy qanaqa bo'lishini o'ylayman-u, sira ko'z o'ngimga keltira olmayman. Oyi, Toshkentda 100 qavatli uy bormi? Yo'q, Moskvadachi? bor bo'lsa kerak. Moskva eng katta shaharmi? Eng katta shahar. Undan kattasi yo'qmi? Bo'lsa bordir. Sen o'sha shaharlarni yaxshi ko'rish uchun Toshkentni yaxshi ko'rishing kerak. Toshkentni yaxshi ko'rish uchun o'zimizning Do'mbrobodni yaxshi ko'rgin, xo'pmi? Xo'p, nega? Katta bo'lganingda tushunasan. Butunlay uyqum o'chib ketadi. Oyi, daryo kattami, dengizmi? Dengiz, Daryochi. u ham katta. O'zimizni Qonquston ham kattami? Katta. Xo'ja aytadiki, Chirchiqda daryo bormish. Endi uxla bolam. Uyqu qayoqda? Nuqul daryolarni o'ylayman. Yozdachi, vali Qonqusda oqib ketay degan akam olib chiqqan. Baribir. Qonqusni ham yaxshi ko'rgin. Nega? Nega deganda, Qonqus o'zimizni anhor. Undan o'zimiz suv ichamiz. O'shnaqa qilsam, boshqa daryolarni ham yaxshi ko'rib qolaman-a? Albatta. Kuchugimni ham yaxshi ko'ray-a? Yaxshi ko'rgin o'g'lim. Oyi, Adham jinni-ya? Nega? Kechachi mushukni muz bilan urdi. Mushuk cho'loq bo'lib qoldi. Jonivorlarga ozor berib bo'lmaydi bolam. Bo'ldi, endi uxlaymiz. Xo'p, katta bo'lsam, katta shaharlarga boramanmi? Borasan o'g'lim, borasan. Oyim sekin-sekin mudrab ketadi. Nim qorong'i shiftga tikilib yotgancha xayol suraman. Goh katta shaharlarga borib qolaman, goh daryolarda suzaman. Beshik g'ichirlaydi. Ukam yig'lay boshlaydi. Oyim darrov uyg'onadi. Beshikni ohista tebratib alla aytadi. Oyim ukamga alla aytadi-yu, ohangiga men uxlab qolaman. Haqiqat havoga o'xshaydi. Nafas olib turasiz-u, o'zini ko'rmaysiz. O'ylab qarasam, oyim go'dakligimda qayta-qayta aytib bergan mana shu ikki afsona hayotdek oddiy, hayotdek chuqur haqiqat ekan.